Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Xudo xolasa, biroz tanaffusdan keyin yana yo'lga chiqyapmiz safarga. Bu safargi manzilimiz Germaniya, Frankfurt. Birinchi marta borishimiz Germaniyaga. Hozir zapravka qilib olamiz. Tak, bizniki 4-chi kolonka. To'r. Ketdi. Neste zapravka. Ertalablar Nestedan qilamiz. Местный reysda, Litvani Kaunasda shu Neste zapravkadan qilamiz. Zapravkaning ko'rinishi bu yerda operatorlar yo'q, faqat kartada to'lanadi. To'lovlar hamma to'lovni o'zi mana bunaqa Neste karta bor, ili Visa karta, adashmasam Visa karta ham o'tadi. Bu safargi mashinamiz mana bu 855. Mashina yuvilmadi, mo'yka qilinmadi. Sababi vaqt bo'lmadi mashina yuvishga. Reysdan keldi, Chexiyadan keldi. Mana bugun uje Germaniyaga chiqib ketyapman. Tinmaydi, lekin mashina reysdan kelib reysga, mashina zo'r, lekin yurishlari hammasi zo'r. Hozir chiqamiz, mana shu bilan to'g'ri ketamiz. Quygan yoqilg'imiz 65 litr. 620 gram, 103 euro 61 sent. Endi chek olamiz. Chek albatta olishimiz kerak. Ketamiz. Chek chiqadi. Chek olamiz. Uje bahor kelishi bilan uje mana eshitilayotgan bo'lsa, qushlar, bulbullar sayrab turibdi. Juda ham zo'r havo. Bu biroz salqin. Mana shuni orqa tarafi aeroport. Kichkina aeroport, qanaqa desam bo'ladi? Kichkina samolyotlar uchadi. Bu yerda unaqa katta aeroport emas, u kichkina samolyotlar uchadi. Buni ham hali xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Biz endi safarga yo'limizda davom etamiz. Xudo xolasa kun ham yorishib, tonglar otdi. Biz Polsha hududidan o'tib ketyapmiz. Chegaradan o'tib oldik. Bu obez yo'li, ya'niki kesib o'tadigan yo'l. Boshqa yo'l, katta trassadan o'tmadikda, obez yo'ldan o'tib ketyapmiz. O'rmonzor, lekin chiroyli, tabiat, manzara chiroyli. Bir kuni shu yo'ldan qorong'i tunda o'tdim. Tunda o'tgan vaqtimda shunaqa nimani ko'rdimki, oy chiqib turibdi-da, oy ko'rinib turibdi. Oy yorug'ida ham o'rmon juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Lekin shoshmasdan ketaveramiz. O'ta go'zal manzara. Yo'llari yaxshi, tekis. Xudo xolasa endi bundan buyog'iga havo ham yaxshi bo'lib, daraxtlar ham gullab, o'tlar ham yam-yashil bo'lib, chiroyli bo'ladi xudo xolasa manzara bundan buyog'iga. Biz ortgan yukimiz asosan mebel, adashmasam mebel. Chunki yuk tekshirib olib, boylab qotiradigan joylarini qotirishga chiqqanimda asosan mebel edi. Shu yo'ldan xudo xolasa avtobanga tushib ketamiz, chiqib olamiz avtobanga. Taxminan bir 20-30 kilometrdan keyin avtobanga chiqib olamiz.
oddiy misol qishloqdan o'tib ketyapmiz. Bir kichkina shaharcha deydimi, qishloq deydimi. Hech kim yo'q ko'chada, hech kim yo'q. Hech kim yo'q ko'chada. Akalar, Yevropani yana bitta yoqadigan tarafi, yoqqan tarafi bozor kuni, yakshanba dam olish kuni ko'chada hech kim bo'lmaydi. Deyarli hech kim bo'lmaydi. Mana soat 9 bo'lib qoldi. Ko'chada bir onda sonda bitta ikkita mashina o'tib qoladi. Onda sonda. Atak bunaqa mashinalar ham ko'p emas-da. Nima desa bo'ladi? Dam olishmi? Dam olish. Hamma uyda damini oladi. Ko'chada hech kim bo'lmaydi, deyarli hech kim bo'lmaydi. Yaxshi tarafi shu движение bo'lmaydi, mashina kam. Yo'lda qiynalmay ketiladi, bemalol. Bunaqa probkalar ham bo'lmaydi. Shu biz hali yo'ldamiz, avtobanga chiqqanimiz yo'q, hali ham cho'ta. Yana 30 kilometr bor deydi. Shu planshetdagi navigatorga qarab ketaveramiz endi. Varshava, через Varshava ketiladi, to'g'riga Varshava degan. Hali Varshavadan ham xudo xolasa bitta video qilib yuboraman. Yo'lda zo'r, hamma yoq chiroyli. Xolasa Varshavaga ham yetib keldik. Varshava. Tunnel emas-u, nima deydi? Naves deydimi buni? Shunaqada. Lekincha chiroyli qurgan lekin. Hozir bu yerda Polshada o'sha Varshavadan o'tgandan keyin 50 kilometr qoldi, zapravka qilib olsak. Dal shu yo'limizda davom etib, keyingisi uje Germaniyaning chegarasidan zapravka qilamiz, xudo xolasa. Kechqurun ham qorong'ida ham yop-yorug' bo'lib turadi, chiroyli bo'lib turadi bu o'sha nima Navesdagi. Sal videoga olish ham sifatsiz bo'lib qoldi, qimirlab yo'lda. İkincisiga ham kirib kelyapmiz. Bu ikkinchisi shahar o'rtasidagi. Xudo xolasa mana shu yo'ldan chiqib ketadi. Men bu Varshavani nimaga o'xshataman? Samarqandga o'xshataman-da. Samarqanddan voha tarafi hamma tomoniga tarqaydi-yu, shunga o'xshataman Varshavani. Bu yog'i Xorazm, bu yog'i Surxondaryo, xuddi shunga o'xshataman. Chexiya, Germaniya, Yevropaga ko'p joyga chiqib ketsa bo'ladi shu Varshava, Polsha orqali. Ular zapravka qilib chiqib, yo'lga tushib oldik, yana avtobanga. Primoy mana shu to'g'ri yo'l 414 kilometr yurishimiz kerak ekan. Keyingi zapravkagacha 414 kilometr. Xudo xolasa где-то bir to'rlarda yetib borsak kerak endi. O'zbekiston bilan Yevropaning farqi 4 soat. Litva bilan O'zbekistonning farqi 3 soat. Yevropalar 4 soat. Xudo xolasa endi keyingi videomiz shu Germaniyaga kiraverishlarda bo'ladi. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Xudo xolasa chiroyli video qilamiz yana, xudo xolasa.